Studiyamiz mehmoni To'raqo'rg'on tumanidagi 30-umumta'lim maktabining iqtidorli o'quvchilaridan Omadbek Sotvoldiyev bo'ladilar. Omadbek, studiyamizda sizni xush ko'rdik. Assalomu alaykum Omadbek. Kayfiyatlar yaxshimi? Assalomu alaykum. Umuman olganda bugun Omadbek robototexnika bo'yicha ko'plab tanlovlarda ishtirok etgan ekansiz, ko'plab yutuqlarni qo'lga kiritgan ekansiz. O'zi bu yo'nalishga, bu sohaga qanday qiziqib qolgansiz, qanday kirib kelgansiz? Keling shular haqida suhbatimizni boshlasak. Yoshligimdan qiziqaman bu narsaga. Necha yoshingizdan? O'zi yoshsiz? Necha yoshligingizda? O'zi qayerlisiz aslida? Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Oqtosh shaharchasida 30-maktabning 9-sinf o'quvchisiman. Hop, bu soha narsa robototexnikaga qiziqishimdan 5-sinf, 6-sinfdan buyon qiziqaman. O'zim uyda narsalar yasab kelaman. Bundan-da ko'p narsalar yasaganman. Demak, 4-5 yildan beri robototexnikani yaxshi o'zlashtiryapsiz. Robot yaratish jarayonida sizga eng qiziq bo'lgan jihati qaysi? Dasturlash, robotlarni narsalar yurishini, motorlarni dasturlash, kerakli jihozlarni yig'ish eng qiziq joyi. Murabbiyingiz kim? Murabbiyim hozircha maktabda o'sha texnologiya fanidan dars o'tadilar. Ularning ko'magida bilmaganlaringizni so'rab, o'rganib borasiz. Endi shu kungacha nechta robot yaratdingiz? Ko'p, endi aniqini bilmayman, lekin ko'p narsa yasaganman. Nimaga sanamaganmisiz? Yo'q, sanamaganman. 10 dan ortiqmi? Ha. Yoki 100 ga yaqinmi? Yo'q, 100 ga yaqin deyapman, lekin 10 dan ortiq. Bugun mana studiyamizda ham bir robotingizni ko'rib turibmiz. Buni nomi qanday? Nima ishlarni bajaradi? Tank, o'sha urushlarda, kinolarda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Tank o'sha yuradi, tank o'q otadi, narsa qilib beradi-da. Demak, hozir bu mexanizmni bemalol boshqarib yurgiza olasiz. Ha, yuradi. Mexanizmni o'zingiz yaratgansiz. Endi aynan hozirgacha sizga robotlar ichida eng faxrlanadiganingiz, eng zo'ri mana shu eng yaratgan, ya'ni yasagan robotlarim ichida men faxrlanaman deganingiz qaysi? Hozirda mana shu eng zo'ri chiqqan, Yaxshi. Va siz ko'nglingiz to'lgan. Men o'ylagandan zo'r chiqdi-da. O'zi umuman robot ixtiro qilishni hamma ham o'ylaydi, lekin vaqt topib uni mukammal o'rganishga, mexanizmlarini birma-bir o'rganib chiqishga qaysidir ma'noda sizchalik yondashishi qiyin bo'ladi-da. Sizga esa mana tanishib oldik va sizni o'rganish jarayonida bilyapmizki, demak, undan ortiq robotlarni yaratgansiz. Bu sohaga yo'nalishga qiziqishingiz juda ham yuqori ekan. Juda yuqori. Endi g'oyalar qayerdan keladi? Yangi robotlar o'ylab topayotganda kimdan ilhom olasiz? Transformer kinosidanmi? Telefondan-da emas. Hammasi telefondan. Ko'raman, keyin ustiga yana bir nimalar qo'shaman. Telefondagi o'yinlardan paydo bo'ladi. Telefondan o'sha ko'rib yasayman, keyin ustiga yana qo'shimcha narsa qo'shaman. Ularga ko'paytirib, yangilik qilib. Xo'p, bu mana shu tankni yasabsiz. Endi bu tank, bu urush. Bu urush degani o'zi yaxshi emas so'z. Lekin aynan ixtirolar ichida insoniyatning salomatligiga, insonlarning mushkulini oson qiladigan, insonlarga foyda keltiradigan robotlar yasagan ma'qulroq emasmi? Yoki faqat harbiy yo'nalishlarni tanlaganmiz. Har xil, hammasidan bor. Demak, bundan bo'lmagan. Shuning uchun buni yasashga harakat qildingiz. Yaxshi. Bundan birinchisida ishongan. Xo'p, amaliyotda bir ko'ra olamizmi? Buni hozirda bir sinab ko'ramizmi? Agar operatorlarimiz bo'sh bo'lsa, umumiy planda mana shu hozirda robotimizni yurgizib ko'ramizmi endi? Yurgizib ko'ramiz. Rahmat, yordamlashasiz. Yordamlashamiz albatta bizda. Men minamada tankni deydi. Minamada tankga. Keling. Bu og'irligi necha kilo bu endi? Bu Kichik, yengil. ehtiyot bo'lamiz. Demak, bu tankimizni, robotimizning ichki qismi. Juda unchalik, hozir quvvatga uladiga buni. Marhaba, endi tank bo'lganda yerda yuradi, endi samolyot bo'lganda osmonga uchiradi, tank bo'lganda. Voy. Meni mo'ljalga olyapti. Bu ovozlar bilan mukammal.
Endi operatorimizga qarataylik, ana shu kameraga qarataylikchi. Mana shu kameraga. Bu mana Tasvirchimiz. Ha, bu aslida yerda yurish kerak, mana gilamda yura olmaydi-da bu. Shuning uchun bo'ladi ana shu. Demak, bemalol harakatlanyapti. Tasvirchimiz mo'ljalga oldi. Tasvirchimiz mo'ljalga oldi. Endi hozir ko'pchilik aytishi mumkin, oddiygina pultli mashinani ramasini olib turib, tepasiga karton yopishtirib ishlatyapti degan fikr bo'lishi mumkin. Lekin buni afzallik tomoni bu yerda mana shu demak tankni o't ochadigan qismini harakatlanishi qo'shimcha qilingan. To'g'rimi? Yana ichida kerakli bo'lgan narsalar, juda narsalar ko'p. Bu mashinalardan olinmaganda hammasi sotib olib o'zim yasagan. Ha, demak qo'shimcha detallar qo'shilgan bu. Juda yaxshi. Rahmat deymiz, marhamat joyingizga kelishingiz mumkin. Umuman olganda bu loyihalarni ustida ishlayotganingizda qandaydir qiyinchiliklar bo'ladimi? Bo'ladi, o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ladi. Shu paytda ixtirodan voz kechib borasizmi yoki dadillik bilan yana davom etasizmi? Dadillik bilan yana unga narsa qo'shish narsasida ko'paytirib, ustiga narsa qo'shib, o'rganishdan to'xtamaysiz. Ha, yo'q, to'xtamayman. Endi qarangda, mana ixtirochilarimiz bugun robotlarni yaratyapti-da. Ertaga robotlar odamlarni o'rnini bosib oladimi degan fikr bormi yoki odamlarga yordam beradimi? Odamlarga yordam beradi. Odamlarga juda yaxshi yordam beradi. Odamlarda ishchi o'rinlarini yo'qotib qo'yishga sababchi bo'lmasmikin keyinchalik? Mana novvoy bo'lib non yopsa, haydovchi bo'lib haydovchilik qilsa, shifokor bo'lib shifokorlik qilsa, suxandon bo'lib telefirda guldastada robot o'tirsa, keyin biz nima qilamiz? Hamma endi o'sha robotlarda boshqarib, baribir ish joyi yo'qolmaydi. Hammasini joyi bor. Biz o'zimiz ish topib olamiz o'zimizga dedi. Yaxshi. Xursand bo'ldik. Demak, davom etamiz. Demak, ota-onangiz munosabati, uydagilar ham mana shu qiziqishlaringizga bir ko'makdosh bo'lib, qo'llab-quvvatlashyaptimi? Qo'llab-quvvatlashadi. Undan ko'ra kitob o'qib, bir iqtisodni, bir tilni yodlagan, til o'rgangin deyishyapti. Faqat nimaga qiziqsam, o'shanga yo'naltirishadi-da. Demak, bu ixtirolar sizni rivojlantiryapti. Umuman olganda, bugun robototexnikaga qiziqadigan yoshlar nimadan boshlashi kerak? Kichik narsalardan boshlash kerak-da. Hamma o'zi yoshligida qiziqadiganlar kichkina narsalardan yasab boshlaydi, bir nimalar buzadi, yasaydi. Nimanidir buzib, buni qayta tiklashdan boshlash kerak. Shundan boshlaydi. Lekin men yoshligimda nimani buzib, nimani qaytadan tiklamoqchi bo'lsam, doim nimadir ortiqcha bo'lib qolaveradi. Sizda ham shunaqa bo'ladimi? Endi hammasini mashinani ochsa, o'sha mashina qaysidir detallari, boltlari qolib ketardi, qaydanligi topolmas. Sizda bo'ladimi shunaqa holat yoki bo'lmaydi? Bo'lib turadi, endi ja ko'p emas, lekin hammasini joyiga qo'yib, zo'r qilib yasang mukammal qilib. Kelajakdagi eng katta orzungiz nima? Qanday nimani ixtiro qilmoqchisiz? Kelajakda endi hali o'ylab ko'rmaganmisiz? Yo'q, hali o'ylab ko'rmaganman. To'g'ri, mana shu. Chunki savolni berganda o'ylanganingizni sezgandim, hali o'ylab ko'rmagan ekan bu yigitni. O'z maqsadingiz nima hayotda? Kelajakda qanaqa kim bo'lmoqchisiz? Mana shu sohadan ketmoqchiman, mana shu sohaga o'qimoqchiman, robototexnikaga. IT bilan robototexnikaga o'qib, bundan-da zo'r narsalar yasamoqchiman. Katta-katta narsalar yasab, O'zbekistonga foydasi tegadigan bu bola bo'lib yetishmoqchiman. Aytganingiz kelsin, aytganingiz kelsin. Rahmat deymiz bugungi suhbat uchun, bugungi ma'lumotlar uchun. Darvoqe, aynan mana shu yo'nalishlar bo'yicha musobaqalar ham bo'lib o'tyaptimi? Tanlovlarda ishtirok etgan ekansiz. Tanlovlarda ishtirok etyapman. Bo'lyapti emas. Bo'lyapti. Oxirgi o'rinlardan ikkinchi o'rinni olyapsiz? Yoki hali birinchi, ikkinchi o'rin bo'lyapti? Yo'q, hali o'rinli narsaga qatnashgan yo'qman. Lekin harakat bor. Bor. Sizga omad tilab qolamiz. Bugungi tashrif, bugungi ma'lumot uchun sizga rahmat aytamiz. Balkim kelajakda biz yaxshi bir muhandisni hozirda suhbatga chorlagandirmiz. Mana shu suhbat ularga kelajakda bir motivatsiya bo'lib, haqiqatan ham dunyoga, insoniyatga foydasi keladigan, foydasi tegadigan bir yaxshi bir qurilmalarni ixtiro etadi. Biz bunga omad tilaymiz albatta. Albatta, ilm olishdan to'xtamang deymiz, ixtirochilikdan to'xtamang deymiz. Har doim maqsadingiz shunaqa loyihalaringiz sari harakatdan to'xtamang.